Insulin preparatidan chiqarish mumkinmi? Assalomu alaykum. Men oliy toifali endokrinolog Aziz Bahramni bu savolga aynan Germaniyada olgan bilimlarim asosida javob bermoqchiman. Haqiqatda qandli diabetda ikki turi mavjud va birinchi turi bu faqat insulin terapiya, ya'ni insulin yordamida davolanadigan tur hisoblanadi. Birinchi turi bolalar va o'smirlarda uchraydi. Lekin qandli diabetda ikkinchi turi, ya'ni katta yoshdagi insonlarda uchragan qandli diabetda davo choralari har xil buyuriladi. Davo choralarining asosiy fundamenti bu dieta terapiya va sizni ko'proq harakat qilishingiz hisoblanadi. Ya'ni yeyotgan mahsulotingizdagi uglevodlarni harakat bilan parchalash bu asosiy terapiya hisoblanadi va uni ustida qolgan preparatlar quriladi. Hozirgi kunda endokrinologlar qo'lida juda ham ko'p qurollar bor. Ya'ni sizlarni qondagi qandni tushirishimiz uchun juda ham ko'p kombinatsiyalar, har xil dorilar bilan ishlashimiz mumkin. Va agarda sizda juda ham yuqori qondagi qand hisobiga yoki yurakdagi asorat, infarkt, insult yoki buyrakdagi asoratlar hisobiga yoki biror paytda oyog'ingizda yara paydo bo'lib keyin insulin terapiyaga o'tkazilgan bo'lsa yoki qondagi qandni tushira olmasdan boshqa preparatlar bilan insulinga o'tkazilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu yangi preparatlar yordamida haqiqatda insulindan chiqarishimiz mumkin. Ya'ni sizni hayotingizda insulin qilmasdan faqatgina preparatlar yordamida dieta terapiya va to'g'ri tanlangan preparatlar bilan insulindan chiqarib olishimiz mumkin. Hozirgi kunda dieta qila olmaydigan odamlar uchun ham dietani osonroq qilish uchun preparatlar mavjud. Ya'ni haftada bir marta qilinadigan preparatlar bor. Ular sizlarni ishtahanglarni nisbatan kamaytirgani hisobiga aytib o'tilgandek fundament, ya'ni to'g'ri ovqatlanishingizni to'g'rilaydi. Undan tashqari jigar orqali uglevodlarni parchalaydigan yoki buyrak orqali siydik peshob orqali sizni qondagi qandni chiqarib yuboradigan preparatlar mavjud bo'lib, bu preparatlar bilan insulindan chiqarish mumkin. Yoki 4 mahal, 5 mahal qilayotgan insuliningizni sonini kamaytirib, faqatgina bir mahal insulin qilib, qolganiga preparatlar yordamida qondagi qandni kamaytirilishi mumkin. Demak, insulinsiz ham qandli diabetning ikkinchi turini davolasa bo'ladi. Buning uchun endokrinolog shifokoriga murojaat qilish kerak. Agarda siz aynan Aziz Bahramga murojaat qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, izohlarda hozir telefon nomer qoldiramiz, lekin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Viloyatlardan yoki boshqa davlatlardan keladigan bemorlarim uchun administratorim javob beradilar va ularni har bir bemorni navbatga yoziladi. Agarda navbatga yozish uchun oldindan to'lov so'ralsa, bu noto'g'ri. Biz hech qachon oldindan to'lov so'ramaymiz. Oxirgi paytda YouTube'ga murojaat qilayotganlarda oldindan to'lov degan narsa paydo bo'lib qopti. Bizda oldindan to'lov yo'q. Faqatgina administratorim bilan bog'lanib, qaysi kunga, soat nechiga kelishinglarni yozdirib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Bergan ma'lumotlarim hammangizga qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Hurmat bilan, Aziza Bahramni.